Assalomu alaykum. Cherry Rohat Adayemasdir YouTube kanalini muxlislari, kuzatuvchilari. Bugun biz Cherry Rohat Toshkent shahar Qo'yliqdan Rohatga o'rishda Yangibod mostining yonida o'ng qo'lda joylashgan avtosalonimizdagi avtomobillarimizni qisqacha olish shartlari bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Qani bo'lmasa ketdik. Bu avtomobilimiz Tiggo 8 Pro Max avtomobili. 245 ta ot kuchini o'zida mujassam qilgan 2 turbo motor hamda mini crossoverimiz. Ya'ni bu Cherry Rohat avtosalonining Cherry oilasiga mansub bo'lgan erkatoy mini crossover 1 turbo 102 ta ot kuchini tashkil qiladi o'rtoqlar. Yaqinroq kelinglar, ichki salonlar bilan tanishtirib o'taman. Tiggo 2 Pro avtomobilimizni ko'rib turganinglardek, ichi juda ham keng, salonlari keng, multimedia, ingliz, rus tillarini ham bemalol qo'llab-quvvatlaydi o'rtoqlar. Tiggo 8 Pro Max avtomobilimizni mana bemalol ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Oldi multimedia displey juda ham chiroyli joylashgan o'rtoqlar. Undan tashqari mana 7 ta o'rindiqli avtomobilimiz. 7 ta o'rindiqli bo'lgani uchun ham bagaj sig'imi bunda 193 litr tashkil qiladi. Avtomobillarimizni ko'rdinglar. Manzillarimiz haqida sizlarga qisqacha aytib o'tdik. Ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha. Dam va tanaffuslarsiz sizlarni bemalol kutib qolamiz o'rtoqlar. Trading hamda test drive xizmatlarimiz bor. Trading ya'ni avtomobilingizni olib kelasiz, o'zingiz haydab yurgan qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar olib kelsanglar, boshlang'ich to'lovini hisoblab, sizlardan olib qolib, sizlarga avtomobilimizni biz chiqarib bera olamiz. Test drive keladigan bo'lsa o'rtoqlar, mana avtomobillarimizning hammasi bor. Tiggo 7, Arizo 6, Arizo 8 gibrid, mana bu Tiggo 2 modellarimizning hammasi test drive uchun bor. O'rtoqlar, boshlang'ich 15% minimal miqdorda to'lovni amalga oshirgandan keyin sizlar bemalol avtomobillarimizni 60 oygacha bo'lgan muddatda avtokredit, 1 yildan 4 yilgacha avtolizing va undan tashqari foizsiz muddatli to'lovga ham avtomobillarimizni bemalol xaridni amalga oshirsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Sizlarni bo'lmasa Qo'yliq Rohatda joylashgan avtosalonda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan ham keyin yaxshi yangiliklar faqatgina shu kanalda bo'lib o'tadi. Omon bo'linglar.